Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, har birimizga, ayniqsa keksa avlod vakillariga va ularning yaqinlariga bevosita taalluqli bo'lgan bir mavzuni atroflicha muhokama qilamiz. Hozir aytadiganlarimni diqqat bilan tinglashingiz shart, chunki bu ma'lumot sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga, farovonligingizga, eng muhimi, pensiya olish tartibingizga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli videoni oxirigacha ko'rishingizni, hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu boshqalarga ham ushbu muhim ma'lumotni yetkazishga yordam beradi. Bugungi mavzu 1 maydan boshlab banklar tomonidan pensiya to'lash tartibidagi yangiliklar. Pensiya kartasidan naqd pul yechib olishda komissiya bekor qilindi degan xabarlarni eshitgandirsiz. Ha, bu rost, ammo bu qanday ishlaydi? Qanday foydalanishingiz kerak? Qanday holatlarda avvalgidek qoladi va qaysi holatlarda e'tiborli bo'lishingiz kerak? Mana shu savollarga batafsil javob beraman. Keling, avvalroq pensiya olish tartibi qanday edi va 1 maydan keyin nimalar o'zgardi? Shuni tushunib olaylik. An'anaviy tarzda pensiyalarimizni olishning bir necha yo'li mavjud edi. Birinchidan, ko'pchilik keksa avlod vakillari uchun eng qulay usul bu pochta xizmati orqali pensiya olish edi. Pochta xodimlari pensiyani bevosita uyingizga olib kelardi yoki siz pochta bo'limiga borib, navbatda turib olardingiz. Ikkinchidan, bank kassalari orqali olish mumkin edi. Bunda ham bankka borib, navbatda turishga to'g'ri kelardi. Uchinchidan, so'nggi yillarda tobora ommalashib borayotgan usul bu pensiya kartasi orqali to'lovlar. Pensiya kartangizga pul tushganidan so'ng siz uni do'konlarda to'lov qilish uchun ishlatishingiz yoki bankomatlardan naqd pul yechib olishingiz mumkin edi. Mana shu oxirgi usul pensiya kartalari orqali to'lovlarni olishda bitta muhim cheklov bor edi. Agar siz pensiya kartangizdan naqd pul yechib olmoqchi bo'lsangiz, faqatgina pensiya hisobingiz ochilgan bankning bankomatidan yoki kassasidan komissiyasiz pul yechishingiz mumkin edi. Boshqa banklarning bankomatlaridan pul yechib olsangiz, ma'lum bir komissiya to'lashingiz shart edi. Bu odatda yechilayotgan summaning 5 dan 1 gacha bo'lishi mumkin edi. Misol uchun, sizning pensiyangiz bankining kartasiga tushadi. Lekin siz uyingizga yaqinroq bo'lgan bankining bankomatidan pul yechib olmoqchisiz. Bu holatda siz yechgan pul miqdoridan ma'lum bir foiz komissiya olinardi. Masalan, agar siz 1 million so'm pensiya olsangiz va boshqa bankomatdan yechsangiz, 5 so'mdan 10 so'mgacha komissiya to'lashingizga to'g'ri kelardi. Bu mablag' ayniqsa kichik pensiya oluvchilar uchun sezilarli miqdor edi. Shu sababli ko'pchilik pensionerlar o'z bankining bankomatini izlab topishga yoki navbatlarda turishga majbur bo'lishardi. Bu esa o'z navbatida vaqt yo'qotish, noqulaylik va ba'zan hatto sog'liq uchun xavf tug'dirishi mumkin edi. Ayniqsa yoshi katta, harakatchanligi cheklangan fuqarolar uchun. Endi esa 1 maydan boshlab vaziyat tubdan o'zgaradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoyishiga asosan 2024 yil 1 maydan boshlab fuqarolarning pensiya va nafaqalari bank kartalariga o'tkazilgan taqdirda ularni naqdlashtirishda amalga oshiriladigan komissiya xarajatlari davlat budjeti hisobidan qoplab beriladi. Boshqacha aytganda, endilikda siz qaysi bankning pensiya kartasiga ega bo'lishingizdan qat'iy nazar, istalgan boshqa tijorat bankining bankomatidan hech qanday qo'shimcha to'lovsiz, ya'ni komissiyasiz naqd pul yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda katta yangilik va u millionlab pensionerlarning hayotini ancha yengillashtiradi. Sizning pensiyangiz ipoteka bank kartasiga tushadimi yoki Xalq banki kartasiga tushadimi, farqi yo'q. Endi siz bemalol Kapital bank yoki Agrobank bankomatidan ham komissiyasiz pul yechib olishingiz mumkin. Barcha komissiya xarajatlari pensiya jamg'armasi tomonidan qoplanadi. Endi esa ushbu yangilik kimlarga tegishli, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin, shuni batafsil tushuntiraman. Birinchidan, kimlar uchun bu yangilik juda muhim? Bu eng avvalo o'z pensiyasini bank kartasiga oladigan barcha pensionerlar uchun muhim. Agar siz hozirda pochta orqali yoki bank kassasidan naqd pul ko'rinishida pensiya olayotgan bo'lsangiz, bu yangilik sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Biroq, agar siz pensiya olish tartibini o'zgartirib, kartaga o'tishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, unda bu ma'lumot siz uchun juda foydali bo'ladi. Keling, bir nechta real hayotiy misollar keltiraman. Bir misol, Bobojonning holati.
Faraz qiling, Toshkent shahrida yashovchi 75 yoshli bobojonimiz Ismoil aka har oy Xalq banki plastik kartasiga pensiya oladilar. U kishining uyi yaqinida Agrobank bankomati bor, lekin Xalq banki bankomati ancha uzoqda, avtobusda 2 bekat narida joylashgan. Avvallari Ismoil aka Agrobank bankomatidan pul yechmoqchi bo'lsa, har bir so'm uchun 5 so'mdan 10 so'mgacha komissiya to'lardi. Bu pullar u kishining qishki kiyimlari yoki dori-darmoniga ham yetishi mumkin edi. Shuning uchun u kishi har safar qiynalib bo'lsa ham Xalq banki bankomatiga borardi. Endi esa bir maydan boshlab Ismoil aka bemalol uylariga yaqin Agrobank bankomatidan ham hech qanday komissiyasiz pensiyalarni to'liq miqdorda yechib olishlari mumkin. Bu u kishining vaqtini, kuchini tejaydi va noqulayliklarni bartaraf etadi. Tasavvur qiling, har oy 7 so'mdan tejalsa, bir yilda 84 so'm tejash mumkin. Bu kichik summa emas, balki Ismoil aka uchun bir haftalik non xarajatini qoplashi mumkin. Ikki misol, Mohirabonu xolaning holati. Qishloqda yashovchi 68 yoshli Mohirabonu xola ham pensiyasini Mikrokredit bank kartasiga oladi. U kishining qishlog'ida esa Mikrokredit bank bankomati yo'q, faqatgina tuman markazida bor. U yerga borish uchun yarim soat yo'l bosish kerak. Qishloqda esa Orient Finance Bank ning filiali va bankomati mavjud. Avvallari Mohirabonu xola har oy tuman markaziga chiqishga majbur bo'lardi yoki qishloqdagi Orient Finance Bank bankomatidan komissiya to'lab pul yechardi. Endi esa Mohirabonu xola o'z qishlog'idagi Orient Finance Bank bankomatidan bemalol komissiyasiz pul yechib olishi mumkin. Bu uning vaqtini, transport xarajatlarini tejaydi va sog'lig'iga g'amxo'rlik qilishga imkon beradi. Misol uchun, har oy tuman markaziga borish uchun 10 so'm transportga va yarim kun vaqtini sarflardi. Endi u bu pulni va vaqtini boshqa ishlarga sarflashi mumkin. Bu yiliga 120 so'm degani. 3 misol, nogironligi bor fuqaroning holati. Faraz qilaylik, 55 yoshli fuqaro Nodira opa guruh nogironi bo'lib, harakatlanishda qiyinchiliklar bor. U kishi pensiyasini Aloqabank kartasiga oladi. Uy yaqinida Aloqabank bankomati yo'q, lekin bir necha 100 metr narida Davrbank bankomati bor. Avvallari Nodira opa majburan o'g'lini yoki nabirasini Aloqabank bankomatiga yuborardi. Chunki u boshqa bankomatdan pul yechsa, har 500 so'mdan 2-500 so'm komissiya olinardi. Bu kichik summa bo'lsa ham, Nodira opaning harakatlanishdagi cheklovlari hisobga olinsa, bu kichik noqulaylik emasdi. Endi esa u kishi bemalol o'z uyiga yaqin joylashgan Davrbank bankomatidan pul yechib olishlari mumkin. Bu uning mustaqilligini oshiradi va yaqinlariga ortiqcha yuk tushishining oldini oladi. Ikkinchidan, kimlar uchun bu yangilik katta farq qilmaydi yoki ularga bevosita ta'sir qilmaydi. Agar siz pensiyangizni bevosita pochta bo'limidan yoki pochta xodimi orqali uyingizga olsangiz, bu o'zgarish sizning pensiya olish tartibingizga ta'sir qilmaydi. Siz pensiyangizni avvalgidek qabul qilib olaverasiz. Shuningdek, agar sizning pensiyangiz hozirda bank kartasiga tushayotgan bo'lsa va siz doimiy ravishda o'sha bankning bankomatidan yoki kassasidan komissiyasiz yechib olgan bo'lsangiz, siz uchun ham to'g'ridan-to'g'ri o'zgarish bo'lmaydi. Faqatgina endi sizda qo'shimcha qulaylik paydo bo'ladi. Ehtiyoj tug'ilganda istalgan boshqa bankomatdan komissiyasiz foydalanish imkoniyati. Ammo sizning asosiy odatlangan tartibingiz o'zgarmaydi. Uchinchi muhim jihat, bu yangilik davlat budjeti hisobidan qoplanishi nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, siz pul yechayotgan bankomatning egasi bo'lgan bank, masalan, sizning kartangiz banki, siz pul yechayotgan bankomat esa banki o'zining komissiya haqini pensiya jamg'armasidan oladi. Sizdan esa hech qanday pul olinmaydi. Ya'ni fuqarolar bu jarayonda hech qanday moliyaviy yo'qotishlarga uchramaydi. Aksincha, faqat foyda ko'radi. Pensiya jamg'armasi va davlat budjeti esa shu orqali aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga hissa qo'shadi. Endi esa ushbu yangi tartib bilan bog'liq bo'lgan ba'zi istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar va kutilmagan nozik nuanslar haqida gaplashsak. Chunki har qanday yangi tizimda doim shunday jihatlar bo'ladi. Birinchidan, atom qanday ishlaydi degan savol tug'ilishi mumkin. Aksariyat bankomatlar hozirgi kunda Uzcard va Humo to'lov tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi.
Sizning pensiya kartangiz qaysi to'lov tizimiga oid bo'lishidan qat'i nazar, ko'pincha Uschart siz istalgan boshqa bankomatdan Uschart yoki Humo logotipi bor pul yechib olishingiz mumkin. Ba'zan chekka hududlarda faqatgina bitta bankomat mavjud bo'lishi mumkin va u texnik sabablarga ko'ra ishlamasligi mumkin. Bunday holatlarda albatta pul yechib olishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bu yangi tartib texnik nosozliklarni bartaraf etmaydi, shunchaki komissiya muammosini hal qiladi. Shuning uchun imkoni boricha shaharlarda bir nechta, qishloq joylarda esa eng yaqin 2-3 ta bankomatning manzilini bilish tavsiya etiladi. Ikkinchidan, maksimal naqd pul yechish limitlari masalasi. Har bir bankomatning kunlik naqd pul berish limiti bo'ladi. Bu limit odatda bir kunda 3 milliondan 5 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu limit sizning pensiya kartangiz chiqarilgan bank tomonidan emas, balki pul yechilayotgan bankomatning egasi bo'lgan bank tomonidan o'rnatiladi. Agar sizning pensiyangiz bu limitdan yuqori bo'lsa va siz bir kunda butun summani yechib olmoqchi bo'lsangiz, buni bir nechta bankomatdan yoki bir necha kun ichida amalga oshirishingizga to'g'ri keladi. Yoki bank kassasiga murojaat qilishingiz mumkin. Ko'p hollarda pensiya miqdori bu limitlardan past bo'ladi. Shuning uchun bu muammo aksariyat pensionerlar uchun dolzarb bo'lmaydi. Ammo, masalan, 3,5 million so'm pensiya oladigan fuqaro agar bankomatning limiti 3 million so'm bo'lsa, qolgan 500 ming so'mni boshqa bankomatdan yoki ertasi kuni yechishi kerak bo'ladi. Bu ham muhim bir jihat. Uchinchidan, bankomatda naqd pulning mavjudligi. Ayniqsa oyning boshida, pensiyalar tarqatiladigan kunlarda bankomatlarda naqd pul tez tugab qolishi mumkin. Bu muammo avvallari ham mavjud edi va yangi tartib uni to'liq hal qila olmaydi. Faqatgina endi sizda tanlov imkoniyati ko'proq bo'ladi. Agar bir bankomatda pul tugagan bo'lsa, siz boshqa bankning bankomatidan izlashingiz mumkin, komissiya haqida xavotirlanmasdan. Bu holatda sizga yordam berishi mumkin bo'lgan yana bir maslahat, har doim bir nechta yaqin joylashgan bankomatlarning manzilini bilish va ularning holatini, pul mavjudligi, ishlash holati, mobil ilovalar orqali tekshirish. Ko'pgina banklarning mobil ilovalari yaqin atrofdagi bankomatlar joylashuvi va ulardagi naqd pul qoldig'i haqida ma'lumot beradi. Albatta, yoshi katta pensionerlar uchun bu ilovalardan foydalanish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularga farzandlari yoki nabiralari yordam berishlari kerak. To'rtinchidan, bank kartasini yo'qotish yoki shifrlash holatlari. Agar siz pensiya kartangizni yo'qotib qo'ysangiz yoki PIN kodingizni unutib qo'ysangiz, odatdagidek o'z pensiya kartangizni chiqargan bankka murojaat qilishingiz shart. Bu holatda yangi tartib sizga hech qanday yordam bera olmaydi, chunki bu komissiya masalasiga emas, balki bank xizmatiga oid. Har doim ehtiyot bo'ling, kartangizni va PIN kodingizni begonalarga bermang. 5-dan, naqd pulsiz to'lov imkoniyatlari. Unutmangki, pensiya kartangizdagi pullarni naqdlashtirish shart emas. Siz ulardan do'konlarda, dorixonalarda, kommunal to'lovlar uchun va boshqa joylarda naqd pulsiz to'lovlar uchun foydalanishingiz mumkin. Bu yanada qulay va xavfsizroq usul. Ba'zi joylarda plastik kartadan to'lashda qo'shimcha chegirmalar ham berilishi mumkin. Bu esa sizning byudjetingizni tejashga yordam beradi. Hatto bozorda ham ko'plab savdogarlar terminallar o'rnatgan. Farzandlaringiz yoki nabiralaringizdan mobil ilovalar orqali to'lovlarni amalga oshirishni o'rganishga yordam berishlarini so'rashingiz mumkin. Bu juda qulay va ko'p vaqtingizni tejaydi. Endi esa ushbu yangi tartibdan samarali foydalanish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerakligi haqida gaplashsak. Bu borada sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. 1. Pensiyani kartaga o'tkazishni rejalashtirganlar uchun. Agar siz hali pensiyani pochta orqali yoki bank kassasidan naqd pul shaklida olayotgan bo'lsangiz va endilikda bank kartasiga o'tmoqchi bo'lsangiz, birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish bu o'zingiz xohlagan bankka murojaat qilish. Siz istagan tijorat bankini tanlashingiz mumkin. Bankka borib pensiya kartasi ochish istagingizni bildirasiz. Odatda bu jarayon juda sodda. Sizdan faqat pasportingiz talab qilinadi. Bank xodimlari sizga barcha zarur hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishadi. Bu arizani to'ldirish, pensiya jamg'armasiga yuboriladigan xatni tayyorlash kabilarni o'z ichiga oladi. Odatda banklar bu xizmatni bepul taqdim etadi. Kartangiz tayyor bo'lgach, pensiya jamg'armasiga ariza yozib,
pensiyangizni aynan shu kartaga o'tkazishni so'raysiz. Ariza namunasi pensiya jamg'armasi bo'limlarida yoki banklarda mavjud. Bitti. Pensiyani allaqachon kartaga olayotganlar uchun. Agar siz allaqachon pensiyangizni bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, sizdan hech qanday qo'shimcha harakat talab etilmaydi. Siz uchun hech qanday hujjat topshirish, hech qayerga borish shart emas. Yangi tartib avtomatik tarzda bir maydan kuchga kiradi va siz bu imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Oddiygina endilikda sizga qaysi bankomati qulay bo'lsa, o'shandan pul yechib olaverasiz. Komissiya haqida o'ylamaysiz. 3. Yaqinlaringizga yordam berish. Agar sizning ota-onangiz, bobo-buvlaringiz yoki boshqa keksa qarindoshlaringiz pensiya oluvchi bo'lsa, ularga bu yangilik haqida xabar bering. Agar ular texnologiyadan unchalik xabardor bo'lmasa, ularga bankomatlardan qanday foydalanishni tushuntiring. Yangi imkoniyatlar haqida ma'lumot bering. Masalan, ularga mobil ilova orqali yaqin atrofdagi bankomatlarni topishda yordam bering yoki hatto ularni yaqin atrofdagi boshqa bankomatiga olib borib, bir marta amaliyotda ko'rsating. Bu ularga o'z moliyaviy ishlarini mustaqil boshqarishda ishonch beradi. Agar ularda hali ham kartaga o'tish istagi bo'lsa, yuqorida aytilgan bir qadam bo'yicha ularga yordam bering. Pensiya jamg'armasiga borishda, ariza yozishda ko'maklashing. 4. E'tiborli bo'lish. Ba'zida yangi tizimlarda tushunmovchiliklar yoki nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Agar siz bankomatdan pul yechayotganda komissiya olinayotganini sezib qolsangiz, garchi bu juda kam ehtimol bo'lsa-da, darhol bankomat joylashgan bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling yoki o'zingizning pensiya kartangizni chiqargan bankka murojaat qiling. Chekni saqlab qo'yishni unutmang. Bu kabi holatlarda tezkor murojaat qilish muammoni hal qilishga yordam beradi. Ammo rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu komissiyalar avtomatik ravishda qoplanadi. Shuning uchun ehtimoliy xavotirlarga o'rin yo'q. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bir maydan boshlab pensiya olish tartibidagi bu yangilik, bu fuqarolarimiz uchun, ayniqsa keksa avlod vakillari uchun juda katta qulaylikdir. Bu o'z navbatida ularning vaqtini, mablag'ini tejaydi va moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Sizning pensiyangiz endi sizga yanada yaqinroq va qulayroq bo'ladi. Har qanday bankomatdan komissiyasiz naqd pul yechish imkoniyati. Bu nafaqat moddiy yengillik, balki ruhiy xotirjamlik ham demakdir. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar biron bir savolingiz bo'lsa yoki o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Sog' salomat bo'ling.